Suhbatimizni eng asosiy tushunchalardan boshlasak, ustozlar, bugungi kunda ko'p takrorlanadigan, lekin xalqimizni ko'pchilik qismi mazmun mohiyatini chuqur anglab yetmaydigan aqida so'zidan boshlasak, ustoz, aslida aqida ilmi nima? Aqidani musulmon uchun ahamiyati qanchalik? Avval suhbatimizni shundan boshlasak. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avvalo ushbu ko'rsatuvga taklif etganingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Alloh taolo boshlangan bu ishni Alloh xayrli qilsin, manfaatli qilsin va davomli bo'lishligini o'zi nasib aylasin. Amin. Aqida aslida mana keyinchalik biz aqida ilmi deb atasakda, bu o'zi asli odam zot bor ekanki, Alloh taolo odamni yaratdi. Demak, o'sha insoniyatni Alloh taolo bu dunyoga yaratishdan maqsadini ham Qur'oni Karimda bayon qildi. Qaysiki inson bu dunyoda Alloh taoloni tanib, Alloh taologa ibodat qilib yashash kerak. Mana shuning uchun yaratdim deydi Qur'oni Karimda. Demak, insonni mana shu Allohni tanib, bilib, dunyoga nima uchun kelganligi va dunyoda yashashdan maqsad nima va bu dunyo demak inson uchun bir vaqtinchalik bir imkoniyat, imtihon dunyosi va albatta bu dunyo bir kun kelib tugaydi va yana yaratuvchi zot Parvardigorning huzuriga va oxiratda abadul hayot kechirish uchun qaytib borishligi haq ekanligi mana shu odam atodan Alloh taolo bergan ta'limot bo'lsa, mana shunga ishonishlikni aqida deymiz o'zi aslida. Bu har bir insonni bo'lish kerak bo'lgan narsa. O'zi aqd degani shu qalbdagi bir ishonch, mustahkam ishonch. Qalbga tugilgan bir tugun yechib bo'lmaydigan shunaqa bir mustahkam demak ishonchni o'sha aqd degan so'zdan kelib chiqib, keyinchalik bu aqida bo'ldi va natijada bu bir ilm, fan sohasiga ham aylanib ketdi. Endi aytmoqchimizki, demak bu aqida u har bir insonda bor. Har bir insonni bir qat'iy ishongan narsasi bor. U nafaqat u musulmon odam hozirgi aytganimizdek Allohning borligiga, oxiratning borligiga iymon keltirishi bo'lsa, qaysidir insonlar borki, umuman bu narsaning yo'qligiga ishonadi. Allohni yo'q deb biladi. Shunga qat'iy ishonadi. Uni har qancha dalil keltirsangiz ham uni rad etaveradi. Chunki uni ishonchi shunda to'xtagan. Uniki ham aqida. Uni ham aqida deymizda. Aqida degani mana shu, demak insonni bir qalbida mustahkam bo'lgan, o'zgartirib bo'lmaydigan, hech qanday unga bir shak-shuk va aralashish bo'lmaydigan bir narsani aqd deyiladi. Lekin shaxsan aynan bizni diniy ta'limotimizda aqida mana shu. Alloh taolo bizga o'sha iymon keltirishimiz kerak bo'lgan narsalar, o'sha birinchi Alloh taoloning borligidan boshlab va Alloh taolo o'sha bizga payg'ambarlar orqali yetkazgan ta'limotlariga ishonchni buni aqida deymiz. Mana payg'ambar alayhisolatu vassalom birinchi payg'ambar bo'lib kelganlarida insonlarni chaqirgan, da'vat qilgan narsalari Allohdan boshqa iloh yo'q ekanligi chaqirdilar. Chunki u paytdagi odamlar, u paytdagi o'sha odamlarning e'tiqodi u Allohni bir deb bilmas edi. Ya'ni yaratuvchi sifatida tan olsa ham, lekin iloh sifatida olihalari ko'p edi. Shuning uchun ularni mushrik deyiladi. O'sha qalbida o'zlari uchun sig'inadigan biror bir but, sanamlar o'zlari yasab olgan narsaga o'sha dardini aytardi, iltijosini qilardi, o'shandan najot kutardi, yaxshi yomonligini ham o'shandan ko'rardi. Shunaqa e'tiqod ular uchun o'sha tosh, yog'och, shunga o'xshagan narsalarga bog'lanib qolgan edi. Ana payg'ambar alayhisolatu vassalom insonlarning bu e'tiqodi, bu aqidasi botil, noto'g'ri. Ertaga ularga oxiratda najot bermaydi, aksincha halokatga olib boradi deb ana ularni to'g'ri e'tiqod sari boshladilar. Ya'ni Allohdan boshqa iloh yo'q. Haqiqiy iloh, haqiqiy iltijo qilinadigan, haqiqiy najot so'raladigan, umuman butun borliqni, nafaqat insoniyatni, butun borliqni egasi bo'lgan yakka yolg'iz zot Alloh taolo ekanligiga odamlarni inontirish uchun 12 yil harakat qildilar. Makkadagi davr 13 yil davri bo'lgan bo'lsa, shuni 12 yili mana shu bilan kechdi. Ya'ni la ilaha illalloh, Allohdan boshqa iloh yo'q, o'zlarini payg'ambar ekanliklarini, Muhammad Allohning elchisi, payg'ambari degan narsaga odamlarni ishontirish uchun, hattoki buni ishontirish borasida Alloh taolo qancha mo'jizalarni ko'rsatdi. Chunki bilamizki, payg'ambarlarni o'sha payg'ambar ekanligini odamlarga
isbotlash uchun o'z vaqtida hamma payg'ambarlarga ham Alloh taolo mo'jiza bergan. Mana kuni kecha Rajab oyida eslaganimiz Isro va Miroj voqeasi. To'g'rimi? Insonni aqli bovar qilmaydigan ishlar bilan demak insoniyatni lol qoldiradigan Alloh taolo shunaqa bir mo'jizalarni beradiki, bu hammasi nimaga? O'sha butun olamlarning egasi, jumladan insonni ham yaratgan Rabbisi Alloh ekanligiga ishontirish uchun mana shu harakat bo'ldi. Mana shu demak e'tiqod to'g'ri bo'lmasa, sog'lom bo'lmasa, boshqa narsalar sog'lom bo'lmaydi. Shuning uchun dinni asli e'tiqod to'g'ri bo'lishligiga bog'liq. Mana dinimizni yuqorida aytdik, o'sha 12 yil aqidani birligiga Alloh taoloni bir deb e'tiqod qilishlikka chaqirgan bo'lsalar, ana shunga erishilgandan keyingi rukunlar buyurildi. Namoz farz bo'ldi, ro'za, zakot, haj, undan keyingi boshqa islomiy ahkomlar keyin buyurildi. Chunki odam to aqidasi to'g'ri bo'lmaguncha uni keyingi qilgan amallari Allohning huzurida ham maqbul emas. Ana shu ma'noda demak bizning dinimizda aqida masalasi eng birinchi o'rinda turadi. Endi buni ilm deganimiz, o'sha aqida ilmi deganimiz bu endi keyinchalik bu bir ilm sifatida shakllandi. Demak bu narsani qaysidir darajada avom xalq bilish kerak, qaysidir darajada demak olimlar uni bilish kerak degan masalada demak bu bir ilm sifatida shakllandi. Shuning uchun aytamizki, bir so'z bilan demak aqida bizning dinimizda birinchi narsa. Bunda demak to'g'ri aqidani yo'lga qo'yib olish kerak. Odam o'zini qiladigan aqidasini to'g'ri qilib olish kerak. Uning uchun demak o'sha eng asosiy birlamchi e'tiqod qilishimiz kerak bo'lgan narsalar. Aqida borasida bir qancha kitoblar bor. Birinchi bo'lib mana Imom Azam rahmatullohi alayhi Fiqhul Akbar kitoblari bo'lsa, ana shu yerda eng lo'nda kerak, zarur bo'lgan masalalar bayon qilingan. Bor yo'g'i bir 55 ta masala ekan shu yerda. E'tiqod qilishimiz Allohning borligi, farishtalarning borligi, payg'ambarlarning haqqiligi, jannat, do'zax va shunga o'xshash demak bizga payg'ambar orqali Alloh taolo xabarini berishi mumkin bo'lgan narsalar bu bizning e'tiqodimizda. Demak unga biz xoh aqlimiz bilan uni anglab yetaylik, xoh anglab yetmaylik, biz o'sha Alloh taolo demak Rabbimiz ekan, payg'ambar alayhisalom haq ekanlar, demak bular tomonidan kelgan bu xabar albatta haq deb biz iymon keltirishligimiz bilan mana shunda to'xtaymiz. Mana shuni otini demak aqida deyiladi. Mana shundan keyingina boshqa insonning qilgan amallari Allohning huzurida e'tiborga olinadi. Shuning uchun mana dinimizning arkoni deganda ham 5 ta arkoni bo'lsa, birinchi iymon turadi. Ana shu iymonimiz demak aqidamiz deganimiz. O'sha yerda 6 ta narsa sanaladi. To'g'rimi? Alloh borligiga guvoh beraman. Farishtalar, payg'ambarlar, kitoblari, taqdir, yaxshi yomonligi va oxirat qayta tirilishligi deymiz. Bular hammasi demak Alloh taolo tomonidan buyurilgan, biz e'tiqod qilishimiz shart bo'lgan, lozim bo'lgan va undan boshqa shak bo'lishi mumkin emas bo'lgan narsa bo'ldi. Ana undan keyin qolgan 4 ta arkon keyin ketma-ket kelyapti. Shuning uchun demak aqida biz uchun juda muhim. Rahmat ustoz. Haqiqatda demak musulmon insonni amallari qabul bo'lishi uchun uni avvalo demak aqidasi to'g'ri bo'lishi kerak, to'g'ri e'tiqod qilish kerak. So'fiyolar hazratlari ta'kidlaganlaridek, aqida bilmagan shaytona eldir, agar 1000 yil amal deb qilsa eldir. Baytlari ham aynan shu mazmunni ifodalasa kerak. Haqiqatda demak sof to'g'ri e'tiqod musulmonni ibodatlarining qabul bo'lishiga sababchi bo'ladi. Rahmat ustoz, mazmunli va to'laqonli javobingiz uchun.